O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sanoat korxonalari faoliyati va mahallalardagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishish, yaqin istiqbolga mo'ljallangan ustuvor vazifalarni belgilash maqsadida bugun Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrifning birinchi manzili Sirdaryo tumanidagi Rivermed Farm korxonasi bo'ldi. Mazkur korxona mamlakatimizda infuzion dori vositalari ishlab chiqarish bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan infuzion eritmalarining 20% aynan ushbu korxona hissasiga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda korxonada 750 nafar odam doimiy ish bilan ta'minlangan. Unda yiliga 135 milliard so'mlik qiymatda 70 turdagi dori vositalari ishlab chiqarilmoqda. Noyabr oyida loyihaning ikkinchi bosqichiga start berilib, ishlab chiqarish quvvatlari yana kengaytirildi. Davlatimiz rahbariga korxona mahsulotlari va navbatdagi rejalar haqida ma'lumot berildi. Prezidentimiz shu yerda faollar va nuroniylar bilan muloqot qildi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritayotgan Invest Asia korxonasida bo'ldi. Hozirda ichki bozordagi polipropilen qop va yumshoq konteynerlarning 60%, strich plyonkalarining 40% aynan shu korxona hissasiga to'g'ri kelmoqda. Majmua 60 gektar maydonda barpo etilgan bo'lib, hozirgi paytda 2,5 mingga yaqin ish o'rni yaratilgan. Prezidentimiz korxonadagi texnologik jarayonlarni ko'zdan kechirdi, ishchilar bilan muloqot qildi, kelgusi rejalar bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari shu yerda viloyatda yirik loyihalarni amalga oshirayotgan va yangi tashabbuslar bilan chiqayotgan xorijiy investorlar bilan ham muloqot o'tkazdi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan navbatdagi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.